Assalomu alaykum qadrdonlarim. Bugungi obzorimiz 7-mikroyondan 7 etажga domning 5-etajda 2 xonali kvartiramizni obzorga keldik. Kvartiramiz 2 tomonlama proyektda, kvadratsiyasi ham chotki, narxi ham chotki. Eshikdan kirgan vaqtimizda bir qo'sh shkafimiz bor. Elektrik avtomatlar bu yoqqa qo'yilgan. Masalan, pastda o'tirib avlodlarga kelsa, siz uyingizni kodini tersa, "Alo, labay kir" deysiz, telefondan qo'yasiz. Bu yoq esa bizning zalimiz. Keyingina zalimiz bor. Zalimizga televizor qoladi, konditsioner qoladi. Pardalar qoladi va chiroyli lyustracha osib qo'yilgan. Bu yoq esa spalni xonamiz. Spalni xonamiz ham normal uycha, ja kichkina emas. Bu shifonier qoladi, oyoq osti qo'linlari qoladi. Bu yoq sanuzilimiz. Bu yoq esa hojatxona. Bu yoq esa kuxnimiz. Chiroyli kuxni garnitujlar qilgan. Aresonamiz bor, vitishkalar bor, butun konturli kotel bor. Domimiz 2 tomonlama proyekt qadrdon, lokatsiya ham bir aytamiz, Buxoro shahar 7-mikrorayon. Ikkinchi liniya desak ham bo'ladi, yo'l yoqasiga bir qadam maktab, bog'cha muammo yo'q. Narxini o'yladik, fikr qildik, u yoq bu yoq kelishdik, uy egasi bilan 28500 ga bog'ladik. Yana savdolashga zazorchasi bor. Pulingiz yetmasa ikkilamchi kredit asosida rasmiylashtirib bersak ham bo'ladi. Xaladiniga kelsaga ko'ra, mabodo narxi kelishib bilsak, xaladinik qoladi, bo'lmasa olib ketiladi. Qadr bilan qadrdonim. Omonat dunyoda omon bo'ling. Shunaqa kvartiralarni sizlarga niyat qilib, oling, ota-onalaringizga olib beringlar, o'zlaringiz olib olinglar. Safarda yurgan qadrdonlarim 7-mikroyonda uy olaman deb yurgan bo'lsangiz, mana sizlarga bitta obzorcha. Jamoljonga, Ulug'bekjonga uy qidirib 7-mikroyon shuni tavsiya qildik. Narxi ham shikolatcha, joyi ham zo'r, muammo yo'q. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Sizlarga agar bizning obzorimiz ma'qul kelgan bo'lsa, pastga raqamlarni qo'yib o'tamiz. Do'stlaringizga tarqating, bizga aloqaga chiqing. Ketdik biz.